Thank you.
qay darajada erishmagansiz? Ustozlar oldida qay darajada qarzdorsiz yoki qay darajada burchingizni ado etganingizni sarhisob qilib borasiz. Hayot insonning umri oqar suvga qiyos qilinadi. Suv o'tib ketaveradi, to'xtatib bo'lmaydi. Sizni hayotingizdagi har bir soniya, har bir daqiqa shunchalik qadrliki, siz undan hayotda unumli foydalanishingiz kerak. Bugun davramizga birinchi bo'lib, mana bugun sizga xizmat qilib turgan kasbini, kelajak yo'lini allaqachon tanlagan zavqli joyni davriga taklif qilamiz. Zavqli joy san'atni tanladi, adashmasam u kishi adashmadi. Bugun buni yana bir marta kelib guvohi bo'lib o'tiribmiz. Zavqinjon, siz kelajakda yana qanday orzularga erishmoqchisiz? Qanday orzularingiz bor? Marhamat. İnson hayotga kelar ekan, albatta oldida bir maqsad qo'yadi. Orzularga erishsam deydi. O'zidan bir yaxshi iz qoldirsam deydi. Davomchi qoldirsam deydi. Meni ham niyatim shuki, shu xalqimizning xizmatida, nima deydi, beminnat xizmatida bo'lsam, hamisha shu davralarda o'zimga yaxshi hurmatim bo'lsa, va shuni oqlashgan. Qolaversa, mana bu yil davlat Buxoro san'at kollejining 2-kurs talabasiman. Bu yil asosiy bitirib, Toshkentda universitetlarga topshirish niyatim bor. Men shuni aytamanki, do'stlar, eng avvalo, nima deydi? Eng avvalo do'stlik uzilmasin. Bo'yaylik, ko'paylik tamaylik do'stlar. Hamisha birga bo'laylik. Har yil bo'lmasa ham bir 5 yildan bir 3 yildan bir o'tirlashib, bir asarlashib, bir yuraklarning dardlarini bir-biriga aytib tursak yaxshi bo'lardi. Kim niyat qilgan bo'lsa, albatta orzulariga erishsin. Hammaning yo'liga Xudo o'z omad bersin. Rahmat deb o'ylaysiz. Bitta gapimiz bor, do'stlar salomat bo'lsinlar. Biz hamma vaqt maktabimiz sahnasida do'stlar to'plashgan paytlarda sizni bulbuldek ovozingizga ana shu yerda o'tirganlar ham shahid. Men o'ylaymanki, siz kelajakda shu bog'idorkoni bulbuli sifatida butun respublikaga tanilasiz. Niyatimiz shu. Sog' salomat bo'ling. Hurmatli o'quvchilar, bugun davramizga Azizaxonni va Nozimjonni taklif qilamiz. Ular shu yil maktabimizni a'lo darajali shahodatnoma bilan tugatdilar. Har ikkalari puxta olib oliygohlarga talaba bo'lishni tayyorlaydi. Birinchi kurslarga kiradilar. Bugungi kunda ham matematika o'qituvchilari aytayaptiki, Nozimjondan umid qilsa bo'ladi. Va o'zimiz ham darslarga kirgan paytimizda maqtamoqchi emasman, Nozimning xotirasiga tan berganmiz. Kechagi yozgan insholarida ham tumanimiz miqyosida tekshirilgan paytda
juda yaxshi yozar ekan, mashhurni sevar ekan degan gaplar bo'ldi. Bu uchun Nozimjonga minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat Nozimjon, kelajakdagi orzularingizdan o'rtoqlashsangiz. Rahmat. Mana shu yerda o'tirgan hamma bitiruvchilarni tabriklayman. Bitiruvchi yoshga yetganlarga barchalarga o'zimning munosabatimni tabriklayman. Kelajakda bu orzularim o'qishga kirish, shu o'qishga kirishni barcha shu yerda o'tirgan yigitlarga, sizlarga tilab qolaman. Talabalik sinov tuyishlarini, talabalik yillarini davrini o'tkazishlarini istab qolaman. Talabalik tengsiz davr deb atashadi. Mana shu davrga ham bosh ega berishlarini istab qolaman va unda hayotlarida baxtli bo'lishlarini, o'zlari istagan hayotni, o'zlari istagan hayotga ega bo'lishlarini har bir yigit, har bir qizga tilab qolaman. Mening niyatim har kim o'zi orzu qilgan niyatlarga erishsin, eng avvalo sog'lik salomatlik bo'lsin. Ana shunday do'stlar davrasi, bo'sh davrasi hech qachon ko'payib kamaymasin. To'yim har yil ana shunday ustozlar va sinfdoshlar orasida shunday davralarga o'tiradi. Shuni biz o'ylagan Nozimjon, biz o'ylagandek bo'lsin. O'tirgan rahmat. Azizaxonni kamgap, kamtarin, kamsuqul qiz sifatida sizlar tanisizda, sinflaringizda har bir shohlar bo'lgan paytda Aziza jim o'tirib sizni so'zlagan do'stlaringizdan, sizga sodiq do'stlardan. Azizaxon, sizni kelajakdagi orzularingizni bilsak, o'rtoqlaringizga qanday niyatlaringiz bor, o'zingiz kelajakda kim bo'lmoqchisiz marhamat? Birinchi navbatda barcha bitiruvchilarni tabriklarim uchun qalbimdan iloyo o'sha nimani ham qilmasam barchasiga erishishlarni tilakdoshman. Kelajakda o'sha baxtli hayot qurib, sinfdoshlarni hech qachon eslaydan chiqolmayman. Mana shu maktab ma'muriyati va sinfdoshlarim bildirgan ishonchni oqlashga harakat qilaman va har bir kishida shu talabalik amalda sazovor bo'lishini tilab qolaman. Sizning imtiyozli shahodatnomangiz albatta imtiyozli diplom bilan maktabga ishga qaytasiz degan niyatimiz. Omad tilaymiz. Navbatdagi davraga Kamolaxon bilan Xurshidjonni taklif qilamiz. Kelajan Xurshidjon va bu yo'lda sizlarimizni malikasi Kamolaxon. Kamolaxon adabiyotni yaxshi ko'rsa, Xurshid hamma fanlarni beshga biladi. Navbatdagi so'zni Xurshidjonga beramiz. Qani o'qituvchilariga, ustozlariga qanday niyatlari bor ekan, kelajakdagi orzulari va do'stlariga tilaklari. Marhamat qilishing. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Bugun mana bitirishimiz munosabati bilan yig'ilishgan ekanmiz. Bundan keyingi hayotingizda ham bundan baxtliroq hayot kechirishingizni, sevgan insoningiz bilan baxtli bo'lishingizni va hayotda o'z yo'lingizni tanlashingizni istab qolaman. Bundan keyingi hayotda ham hech qachon yengilmay olg'a borib, hayotda o'z yo'lingizni tanlashni istab qolaman. Kim sifatida qidiraylik hayotda? Qaysi ega sifatida? Milliy xavfsizlikka nasib bo'lsa, kirish niyatimiz bor. Shu yerda vatanimizni qo'riqlab, vatanimiz uchun o'z hissamizni qo'shish niyatim bor. Yaxshi niyatlaringizga sizga omad tilaymiz. Marhamat Kamolaxon, boshlarga sinflarni o'qib yurgan paytlarida kim bo'ladi deganga keladiga to'ya bilaman degan bor. To'g'rimi? Sizlar sinfdoshlar guvoh. Hammangizda ishlarimiz endi nima deydi? Marhamat. Mana bugun 11-sinf o'quvchilarim bitiruv oqshomlari ushbu fursatdan foydalanib, barcha sinfdoshlarimni chin qalbimdan tabriklayman. Ularning orzulari har doim amalga oshishini istardim. Oppoq orzulari erkin qalbi g'o'sh singari amalga oshsin deyman va 2-sentyabr kuni barchalari talaba degan nomga erishsinlar. 11 oldimizga dars berib kelayotgan maktabimiz direktori Atoyeva, qolaversa sinf rahbarimiz Jalilga shuncha yildan beri o'qitganlar uchun ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
orzularingizga yetishishni istaymiz. Oq yil sizga. Navbatdagi davramizga Bundan keyin do'stlarimizni unutmay, har bir yildan ikki yildan uchrashib turishni istaymiz. Hammalaringizga baxt va umid. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun shu yerda yig'ilishtirgan ekanmiz. Bunaqa davralarimiz ko'paysin. 3 yillarimiz 5 yildan keyin xuddi shunday o'tirib, bundan ko'payaylik. Yuzingizdan chehrangiz tabassum arimasin. Mana shu maktabimiz Do'stlarimga salom deb aytaman. Sinfdoshlarimga baxt, omad, kelajakda ishlariga porloq tilayman. Doimo baxtlarni ildan parvoz etsin. Sinfdoshlarim o'z niyatiga erishsin. hammaga bahomad tilayman. Ertangi kuni hammaga zavq o'tkazishni istayman. Zamonimiz ziyoda bo'lsin. Biz ham shu yerga ko'p yil birga yurganmiz. Hamma bilan qadrdon bo'lganmiz. Hamma shu talaba degan buyuk bo'lgan nima bo'lsa, erishsin. Biz ham buyuk kelajaklari insolar qilaylik. Har kunimiz ashula yaxshi o'tsin. Hammaga bahomad tilayman. Ustozlarimizga rahmat. Zulfiddinjon qani o'sha kasblarni egallab o'zib, zulmlarman burama aytaman. Ishingni tamom qilib ustozing belingni bo'g'lagan paytda birinchi ikkinchi martabaga qaytardi. To'g'risizmi? Avvalambor sizga rahmat. Shu 11-sinf o'quvchilarni bitiruv kechalaridan tabriklayman. Bularga baxt yillarda baxtlar tilayman. Nima niyat qilgan niyatga erishsin. Shu maktab yangilanganda eshik to'dalarini o'zim. Mana endi bular birinchi tugatib, o'qishlarga omad tilayman. Keyingi yilga bizadek savob berishlarni istab qolaman. Hammalarga omad. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilar. Mana bugun yig'ilishning asosiy sababchilari bo'lmish do'stlarimizni uchrashuvimiz. Bu uchrashuv oxirgisi bo'lmasin. Har yilda ko'rishib turaylik. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Katta ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Ularni tabriklayman. Ular bilan 2 yil yurdik. Ularni unutmaylik. Yana ko'rishib yuraylik. 1-2 yil ko'rib turaylik. Yaxshi ishlar tilayman. Rejalarimiz haqida gapiring. Birinchi, ikkinchi sentyabr kunlari qanday niyatlaringiz bor? Do'stlaringiz bilan qanday o'rnashishni rejalashtiryapsiz? Marhamat. Avvalambor barcha bitiruvchilarni tabriklar qilaman. Men kelajakda universitet talabasi bo'lmoqchiman. Qolaversa barcha sinfdoshlarimni, bitiruvchilarni talabalar tarafnomiga sazovor bo'lishini tilab qolaman. Barcha o'ylagan orzularga erishishni tilab qolaman. Hayot yo'llari yorug' va baxtli onaning bo'lishini tilab qolaman. Qolaversa o'qituvchilarning ham kelajakdagi ishlaringizga omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Shu tuyg'unni ko'p, so'zimda men ko'p urishdim. Shuning shu o'rtoqlarni o'rtasida tuyg'unjon ginaki juratlari bo'lsa unutsa, ikkovimiz do'st bo'lib qolsak, tuyg'unmaqani niyatlaringni aytmani. Barcha do'stlarim va sinfdoshlarimga baxt va omad tilayman. Har doim shunday o'tiraylik. Bir-birimizni unutmaylik. Barcha sinfdoshlarim, do'stlarimga o'qishga kirishishni tilayman. Meni o'qitgan barcha domlalarga rahmat tilayman. Rahmat. Bizam juda xursand bo'ldik sizlarni bugungidan. Har kim o'zining niyatlariga erishishga harakat qiladi. Bir narsani unutmang. Do'stlik, birodarlik hayotdagi eng ezgu niyat. Lekin hayotda maqsadga intilishda har kim o'zining yo'lidan boradi. Siz qaysi
Avvalambor assalomu alaykum. Sinfdoshlarimizni bitiruvchi degan nom bilan tabriklayman. Bularga kelgusi ishlarda baxt va omad tilayman. Hammasi xohlagan o'qishlarga kirishni istab qolaman. Avvalambor assalomu alaykum. Shu davrada o'tirgan aziz sinfdoshlar. Sizlarni bugun bitiruvchi kuningiz bilan tabriklayman. Shu davrada nimaki yaxshi niyatlar bo'lsin, hamma tilaklaringiz amalga oshishini istayman. Davramiz bundan ko'paysin, hech kamaymasin. Har yili shunday davralarda kelib to'shib turaylik. Ma'rifatjon bugun yana bir marta sizga bo'lgan ishonchni qo'shdi. Rahmat ana shunday davrani tashkil qilganliklaringiz uchun. Ozodjonga ham xuddi shunday rahmat. Qahhorjonga ham rahmat. Mana shu do'stlaringiz oldida avvalo sizlarga minnatdorchilik bildiraman va sizlarni dil so'zlaringizni eshitmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Sizlarni bugungi bitiruvchi bayramini tabriklayman. Ishlaringizga omad. Ilohim nima niyat qilgan bo'lsangizlar niyatlaringizni yetinglar. Mana bizlarni o'qitgan domlalarimizga kattakon rahmat. Kelgan mehmonlarimizga ham kattakon rahmat. Mana bu yil o'qishga kirishga niyat qildim. Ilohim niyatimga erishay. Sizlar ham niyatlaringizga erishinglar. Eng avvalo do'stlarimga bugungi kechalardan tabriklayman. Barchaga niyatlarga yetishga istab qolaman. Ularni 2-sentyabr kuni talaba degan nomga muvaffaq bo'lishlarini istab qolaman. O'zingizni ham. Men milliy xavfsizlik zimasiga kirib va davlatimizni himoya qilishga xizmat qilaman. Mana 2 yil davomida bular bilan bo'ldingiz, do'stlar orttirdingiz, do'stlaringiz ko'paydi. Siz mana shu maktabda o'qidingiz. Niyatingizga yetdingizmi? Yoki yana hayotda nimagadir erishmoqchisiz? Buning uchun nima qilasiz? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Kecha bitiruv kechasidan sizlar uchun qalbdan tabriklayman. Kelajak ishlaringizga omad tilayman. 2-sentyabr amalimizga talaba degan nomda erishinglar. Shu sportimizni ham shu ustozlarimni tabriklayman. Ishlaringizga omad. Bizligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat Ozodjon, sizga ham yaxshi niyatlar hamroh bo'lsin. Navbatdagi ishtirokchilarimizni taklif qilaman. Sinfdoshim, bugungi oqshom men uchun ham xursandchilik, ham xafachilik. Xursandchilik tarafi shundaki, men ilk marotaba kelajak hayotga qadam qo'yaman. Xafachilik tomoni shundaki, men uchun aziz bo'lgan ustozlarim, men uchun aziz bo'lgan sinfdoshlarimdan ajralmoqdaman. Aziz sinfdoshim, mening niyatim kelajakda barcha orzularingizga erishishingizga tilakdoshman. Qalbingizdagi kichik orzularingiz ham, katta orzularingiz ham barchasi ijobat bo'lsin. Yoshlarning eng katta orzusi bo'lgan talabalik vaqti barchangizga nasib etsin. Eng muhimi, men sinfdoshingizni hech qachon unutmang. Rahmat sizlarga. Men o'ylaymanki, bular hech qachon sizni unutmaydi. Marhamat Nigoraxon, ana maktabga kelganingizdan keyin aytingizki, men endi maktabni ko'rdim, maktabga endi tayyorlanaman o'ylayman, lekin qisqa muddat ichida bo'lsa ham ancha tayyorgarlik qilgan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Bugungi bitiruv kechasi bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga omad tilayman. Yo'qlamoqchi emas, xursandligidan berilgan yo'qki. Nigoraxon, sizni ham kelajakdagi orzularingizga erishishingizga, mana shu sinfdoshlaringiz, keladigan ustozlaringiz ham yaxshi niyatlar qiladilar. Men o'ylaymanki, siz albatta bizni ishonchimizni oqlaysiz. Mahsuloxon sizga ham shu yerda turgan barcha sinfdoshlarimga eng yomon kunlar shular o'tishini tilakdoshman. Bu shu yerda turgan o'qituvchilar, beshta oilaviy totuvlik tilab qolaman. Barchangizga talabalik nasib etishini
o'zingizni tilab qilaman. Rasmiy xo'jalikning kitobi ham shuni qo'lida. Fermer xo'jalikni yuritish ham shunda. Ba'zida shunday hazillashib aytamanki, bu fermer qizim deb. Qani marhamat, Sadoqatxon, siz kim bo'lmoqchisiz? Biz sizni fermer dedik, siz kim bo'lmoqchisiz? Avvalambor mana shu yerda turgan barcha bitiruvchi yoshlarni chin qalbimdan tabriklayman. Ularning ishlariga omad va yor tilayman. Menimcha barcha bitiruvchi yoshlar qalbida bitta umid bo'lsa kerak, talabalik hissi. Barcha talaba degan ulug' nonga erishishlariga tilakdoshman. Menga dars bergan barcha o'qituvchilarga ham chin qalbimdan rahmat deyman. Kelgusida men o'qituvchi bo'lib shu maktabga kelib ishlamoqchiman. Mana yo'qini qizim, navbatdagi so'zni sizga beramiz. Ba'zi qizlarimiz maktabni bitirsam, tikuvchilikni o'rganaman, tikuvchi bo'laman, modelyar bo'laman deydi. Yo'qini allaqachon tikuvchi bo'lgan. Bundan keyin nimalar o'rganlaringiz bor? Marhamat. Avvalambor sizni umringizni bitirayotganingizda tabriklayman. Barchamiz o'z uyimizda, ota-onamiz joyida va yaxshi do'stlarimiz orasida hamisha birga bo'laylik. Ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. Men kelajakda sizlarni o'qitmoqchiman. Barchangizga kelajakda omad tilayman. Hammangizga rahmat. Sizga ham omad yor bo'lsin. Hayotda shunday oilalar bo'ladiki, davom etadi. O'qituvchilar sulolasi, vrachlar sulolasi, hisobchilar sulolasi, olimlar, shoirlar sulolasi. Mana bu Sarvinoz qizimiz o'qituvchilar sulolasidan. Sarvinozxon, biz sizni o'qituvchilar sulolasidan dedik. Agar adashmasak, siz kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchisiz, shundaymi? Men birinchi navbatda bizga shunday sharoitlar yaratib bergan, bizni o'qishimizga, hayot yo'limizni tanlashimizga yordam bergan o'qituvchilarimizga, ustozlarimizga kattakon rahmat aytaman. Qolaversa, shu yerda yurgan sinfdoshlarimning aytgan gaplariga, dil izhorlariga qo'shilaman va meni ham orzuyim barcha o'quvchilar mana shu porloq ko'zlarda nur bilan yana shu maktabga qadam qo'ysinlar va birinchi navbatda o'qituvchi bo'lib hayotdagi orzulariga, bu yerlarga yetishlariga tilakdoshman. Hayotda shunday zotlar borki, biz ularning oldida hamisha qarzdormiz. Bittasi ona bo'lsa, bittasi ustoz. Men o'ylaymanki, rahmatli so'z berganingiz uchun. Xo'sh, aziz o'quvchilar, mana shu bitiruv kechasi bilan sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Xo'sh, mana shu bitiruv shahodatnomasini olganliklaringiz bilan tabriklayman. Mana shu kundan, mana shu daqiqadan boshlab sizlarning mustaqil hayotlaringiz boshlandi. Ana uyda ota-onalaringiz tergab o'tirgan bo'lsa, maktabga shu men bilan Atoybodan, Rajabodan hamma bezor bo'lgan bo'lsa kerak. Xo'sh, chunki doim tergab sizlarni tartib so'ngacha qo'yardik. Xo'sh, mana shu hayot kunlaringiz, hayot saboqi, hayot daftarlaringiz boshlanganligi bilan sizlarni tabriklayman. Men xohlaymanki, mana shu hayot daftarlaringiz hech qachon sahifasi qora bo'lmasin. Doim oq bo'lsin, yo'llaringiz doim oq bo'lsin. Mana shu hozir yaxshimi yomonmi mana nasaba bo'ldim. Sizlarga men gapni suhbatga xilma bo'lib yurdim, lekin javobatga doim meni taklif kelardilarki, vaqti keladi, ham junachi turadi unutasan. Hozirgi paytda qalaram o'zimni qanday bo'lib sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Shu men bitta narsani takrorlayman sizlarga, doim mana shu yuragingizda o'tlar bo'lsin. Qachonki yuragingizda o't bo'lsa, sizlar O'zbekiston kelajagi doim hamisha buyuk bo'ladi. Mana shu o't hech qachon 60 ga kirganga, 80 ga kirganga hech qachon o'chmasin. Mana shu yoshliklar bir umr
Domlar adamına vermişler. Sizlerin işleriniz devam et, okuşlarınız böyle boş. İloyum okuşlarınızdan koymasın. İkinci sentiyatını bahçeleriniz, talaba bilgen tarafından organizasyonda vurmayın. Hayat yerleriniz özlem, doyuma soğuk bölümler. Bizim maktabimizin birinchi o'quvchilari chiqayotgani birinchisiga ana shu o'zimizda o'tayotgan Farruh Jo'q ana shu 97-yilning birinchi bitiruvchisi edi. Ana bu yil 2008-yilning 11-sinfning so'nggi bitiruvchisi.
Allahu akbar.